O'zbekistonda pensiyaning miqdori yana oshiriladi. Pensionerlar uchun ajoyib xushxabar. Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 3 yil ichida ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori qanchaga oshiriladi? Budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalar yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorda oshirib borish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlari ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida 6-7% ga oshiriladi. Bu haqida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi e'lon qilgan fiskal strategiyasida yozilgan. Fiskal strategiyaga ko'ra, mamlakatda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalar yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorda oshirib boriladi. Qayd etilishicha, joriy yilda yillik inflyatsiya darajasi 8% bo'lishi kutilmoqda. Bunga mos ravishda iyuldan pensiya va nafaqalar, avgustdan ish haqqilari 10% oshirildi. 2026-yilda O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 6-7% ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Bu ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida shuncha ko'tariladi degani. Vazirlik tahlilida mamlakatda 2027-yilgi inflyatsiya darajasi 5-6%, 28-yilda esa 5% bo'lishi kutilmoqda. Mazkur ko'rsatkichlar ham ish haqqi, pensiya va nafaqalar kamida 5-6% oshirilishini anglatadi, deyiladi xabarda.